Pulchi qazotdilar. Profit Prop kompaniyasidan 12.605.000 pul sanab ko'rsangiz bo'ladi. PropShotni kim tavsiya qildi? Masalan, qanaqa qilib o'tdingiz etaplardan? Instagramda ko'rdim. Og'aynim viloyatda edi, komandirovkada pullarni topshiribdi o'ziga. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun do'stimiz Bahodirov Shohruxxon Pulchi qazotdilar. Profit Prop kompaniyasidan 12.605.000 o'zlari kelolmaganlar uchun bugun do'stlari kelibdi. Okey, mana bugun sizga topshiraman. Okey. Pul sanab ko'rsangiz bo'ladi. Mana Shohrux akam o'zlari. Assalomu alaykum Shohrux aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Rahmat qilib. Mana pullaringizni topshirdik, xudo xolasa sertifikatingizni ham. Aha. O'rtog'ingiz kelgan ekanlar. Ha, o'g'lim borganda rahmat. Da. Keyingi safar shunaqa ro'yxatlarni kutib qolamiz yana. Ha, bo'ldi, xudo xolasa. Bo'ldi, akajonim, kutib qolamiz. Qarang, o'tgan protsessingiz haqida aytib bera olasizmi? Qanaqa masalan? Shu PropShotni kim tavsiya qildi? Masalan, qanaqa qilib o'tdingiz etaplardan? Instagramda ko'rdim. Aha. Etaplarni shu ikkita ekzamen bo'ldi. Aha. Ikkovidan ham bir oy ichida o'tib, bir oydan keyin pul eshitdi. Aha, tushundim. Bo'lmasam aka, keyingi safargi ro'yxatlarni kutib qolamiz, ikkinchi, uchinchilarini уже. Yo'q, aka, rahmat sizlarga. Charchamang, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mayli aka. Rahmat. Akajonim, Oldik. Katta rahmat. Og'aynim viloyatda edi, komandirovkada pullarni topshiribdi o'ziga. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Akajonim, charchamang, Sog' sog' bo'ling. bo'ling.